Juda ham yoqalari chiroyli bo'lgan mana shunday ko'ylakni biz modellashni siz bilan o'rganamiz. Undan tashqari ko'kraklarni tagida relyefda bo'shliq bo'ladi. Xuddi shuni biz qanday qilib yo'qotish sirlarini ham sizga to'liq ko'rsatib beraman. Bizga mana shu yoqalik andozani chiqarishimiz uchun oldi-orqa asos andozalarimiz kerak bo'ladi. Oldi va orqani o'zingizga kerakli darajada xuddi shunday yelkalarni qo'yib olgan holda ochib olasiz. Bu oldi ochilishni kengliklarni o'zingiz xohlagan tarzda ochganingizdan so'ng santimetr yordamida diametrlarni xuddi shunday o'lchab chiqasiz. Oldi va orqa yoqalarni qayerda tutashishini siz oldindan belgilab olasiz va mana shu men ko'rsatgan sxema bo'yicha siz yoqa andozalarini tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 8 sm enlikda va orqa oldidan 1,5 sm dan o'rtasidan olasiz va yoqalarimizni albatta chekalarini zgib holatda bichishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek krestik qilib oldi tarafini men yoqani belgilab oldim. Endi ko'krakni ostidan bo'ladigan mana shu bo'shliqni qanday qilib yo'qotishni mana ko'rib turibsiz. Relyeflarni pasini yoylashtirib olganimizda ko'krak tagida bo'shliq bo'lmaydi. Demak, siz relyeflarni sekret holatda shunday qilib modellashni ham o'rganib oldingiz. Yoqa andozasini 90 gradusda, ya'ni kasoy qilib, buklab 45 gradus qilib olishimiz kerak bo'ladi. Yoqa ichiga dublerindan foydalanmoqchi bo'lsangiz, dublerinni ham albatta ko'z qilib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday usulda tayyorlanib tikilgan yoqalar juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Hamma yoqa turlarini onlayn Maryams Akademiya darsligida o'rganamiz. Siz ham o'rganishni xohlasangiz, albatta plyus qoldiring.